Ota-onamiz duolarini oladigan aka-ukalarimiz videoga yaqinroq kelinglar. Bugun sizlar bilan Umra safari haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Azizbek Olimjonov. Bugungi videomizda Umra safari haqida gaplashamiz. Necha kun bo'ladi, qayerlarda bo'ladi, qanaqa sayohat, ziyoratlar bo'ladi, qanaqa taomlar bo'ladi, shular haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Umra safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makka da bo'ladi, Xudo xolasa. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Bu standart plus paketimiz. Hop, komfort paketimiz ham bor. Buni videoda oxirgi ko'radigan bo'lsalar, uni ham tushuntirib berib harakat qilamiz to'liq ma'lumot berishga. Hop, ziyorat sayohatlarimiz bor. Birinchi bo'lib payg'ambarimiz ravzalaridan ziyorat boshlanadi Madinadan. Payg'ambarimiz ravzalari, Qur'on bosmaxonasi, Xurmo bog'i, Qubo masjidi, Hiro g'ori, Muzdalifa, Arafat, bundan tashqari Qizil dengiz va xohlovchilar uchun Toyib shahriga ham ziyorat sayohatlarimiz bor. Bir 15 kishi, 20 kishi bo'ladigan bo'lsalaring, Toyib shahriga olib kelinadi. Mutaxassis boshlarimiz olib chiqishadi, olib kelishadi. Ikkinchi marta umra amalini qilib olsalar bo'ladi. Toyib shahriga chiqib kelgandan keyin ehrom baylab, chiroyli qilib. Hop, sizlar bilan o'sha boshidan 14 kun mobaynida mutaxassis boshlarimiz birgalikda ziyorat, sayohat, ibodatlar barchasini birgalikda qilishadi. O'zlari yo'l yo'riq ko'rsatishadi, o'rgatishadi hammasini. Bizni firmamiz tomonidan beriladigan bitta to'lov evaziga beriladigan sovg'alarimiz bor. Bular har bitta ziyoratchimizga beriladigan alohida beriladi. Bejigimiz bor, bejik beriladi. Kamzilcha beriladi. Har bittasida Centrum Holidays firmamiz logotipi bo'ladi. Bular hammasi bitta to'lov evaziga bepulga beriladi. Centrum Holidays firmamiz mana logotipi bor, so'mgacha beriladi. Bunga zarur pasportlaringiz, dokumentlaringiz solsalaringiz bo'ladi. Juda ham zarur narsalar solib bemalol foydalansalaringiz bo'ladi. Bundan tashqari har bitta ziyoratchimiz qaytib kelayotganlarida 5 litrdan Zamzam suv beriladi. Olib kelib o'sha yaqinlar xursand qilsalaring bo'ladi. Bundan tashqari yosh katta otaxon, onaxonlarimiz ayoqlari og'riydiganlar bo'ladi ko'pchiliklarimiz. Farg'onadan misol uchadigan bo'lsalar, Farg'onadan aravacha olib ketsalaringdan bo'ladi. Xohlasalaring 14 kunga bemalol ishlatsalaring bo'ladi. Xohlasalaring atdan berishadi bepulga. Undan ham bemalol foydalansalaring bo'ladi. Litsenziyamiz N0014 MyGov'dan xohlasalaring tekshirsalaring bo'ladi, chiqadi bemalol. Xohlasalaring Farg'ona viloyat Marg'ilon shahar stansiyada rasmiy ofisimiz bor, kelib bemalol tanishsalaring ham bo'ladi. Rasmiy kassalarimiz bor, to'liq qilsalaring ham bo'ladi o'zbek so'mida. Hozirgi kunda seshanba kuni Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz bor. Chorshanba kuni haftaning chorshanba kunlari Farg'ona Madina bo'yicha reyslarimiz bor. Bundan tashqari Namangandan bir hafta bir marta reyslarimiz bor. Toshkentdan kunda kunora reyslarimiz bor. Toshkentdan Toshkent Jidda, Toshkent Madina yo'nalishlari bo'yicha reyslarimiz bor. Ekrandagi nomerlarga aloqa qilsalaring, sizlar joylarini operatorlarimiz band qilib berishadi. Bemalol borib chiroyli qilib Centrum Holidays firmamiz bilan birgalikda ibodatlar qilib kelsalaring bo'ladi. Hozirgi kunda 10-yanvargacha bo'lgan reyslarimizni Farg'ona, Namangan, Toshkentdan bo'lgan reyslarimizni 1050 dollardan deb belgilandi. Bemalol aloqa qilsalaring, hozirgi kunda menimcha eng arzon narx, chunki sovuq tushganligi sababli ko'pchilik boryapti hozir. O'sha Arabistonda aqda havolachi salqinroq bo'ladi, ibodatlar qilishlaring osonroq bo'ladi. Shuning uchun tezroq aloqaga chiqib, joylarni bron qilib qo'ysalaring, 10-yanvargacha, 26-10-yanvargacha Farg'ona, Namangan, Toshkentdagi reyslarimiz 1050 dollardan deb belgiladik. Bundan tashqari komfort paketimiz bor, 1 kunga belgilangan. Mutaxassis 50 boshimiz borlar. Battan sizlar bilan 13-yanvar kuni birgalikda Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha uchadilar. Birgalikda o'sha tavoflarni qiladilar, birgalikda hamma ziyorat sayohatlarni birga qiladilar, xudo xolasa, birga borib, birga qaytib keladilar. 14 kun ziyoratimiz u ham 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi. Buni qulaylik tomoni nimamiz bir 100 metr, 200 metr atrofda bo'ladi Madinada. Gostinitsamiz oraliq masofasi Makkada ham yaqinroq bo'ladi. Madinada 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi, Makkada ham 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Buni narxini 1100 dollar deb belgilandi. Hozir aloqa qilsalaring, joylarni bron qilib berishadi operatorlarimiz. Ancha to'liq ma'lumot berdim deb o'ylayman. Kamiki o'sti bo'lsa, kommentar fikrlaringizni yozib ketinglar. Keyingi videolarda to'g'rilashga harakat qilamiz. Doimo sog' bo'linglar. Umraga bormoqchi bo'lgan aka-uka, qarindosh urug' tanish bilishlar video tashlab qo'yinglar, sog' bo'linglar.